Tak, qadrli obunachilar, mana Geberit Mapla A degan truba ham chiqarishni boshlabdi. Bu yangilik ekan, hali O'zbekistonda ham uncha odam qo'ymagan. Buni ichi pert ekan, lekin alyuminni qalinligini ko'rsalaring, juda ham qalin ekan. Buni pressi o'zi ekan trubani. Shunga hayron qoldik. Hozir bitta ikkita zapchasini ko'rsatamiz. Hozir buni spetsialist tushuntirib beradi, qanday nima ishlatishga. Bu yerda stendda ham bor. Qani Muzaffar aka, o'zingiz bir boshidan aytib bersangiz. Bu ustidagi trubasi, ustidagi pokritiyasi g'ilofi PND bo'ladi. PND. Ichidagi alyumin bo'ladi. Aha. Buni ichidagi PERT A trubasi bo'ladi. 95 gradusgacha 95 gradusgacha ushlaydi. Bu alyumin anaqasi svarnoy emas, ekstruderni выдувной bo'ladi. То есть bu degani selni truba degani. Selni truba. Selni truba degani. Boya hayron qoldik, prям o'zini qissaslar bo'ldi dedingiz-da. Ha, o'zini любой joydan kesib mahsulotingizni, например, mana shuni shetga shunday qo'yasizlar aka. Apparati bilan shunday qissasizlar ekan, bo'ldi, hech narsa kerak emas ekan. To'ppa-to'g'ri. Buni o'sha kesdingiz, kesganingizdan keyin o'zini ozgina tartibsiz o'sha faska sниматель bilan snimat qilib buni presslab olasiz. Bo'ldi, o'sha sizga qatga kerak bo'lsa, shaxtada, misol uchun yoki tam kotelniyda bo'lsa, bemalol presslab. Mana yerda apparatlari bor ekan, buni qisishga, agar o'zingizda yo'q bo'lsa, o'zlari sizlarga predostavить qilib beradi ekan. Mana qaranglar, hech narsa yo'q. Shunday tiqgan, o'zini shunday presslagan, dalish ketyapti. Mana 26 lik trubani ham ko'rsataylik. Mana presslanganini ko'ryapsizlarmi qanaqa? Bu latuny. Endi buni nimaga o'xshatyapsizlar? Henkoda ham bor. Lekin mana yerda unda kalsio bor, nержавейкаdan. Bunda hech narsa yo'q. Shunday olasizlar, trubaga tiqasizlar, o'zi payat qilinadi. To'g'rimi? Shunaqa. Lekin siz buni yana bitta narxasi bor. Agar siz, допустим, gazga ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana shu trubani gazga ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana bu rezinkalari, manjetlarini o'zgartirib, pod gaz, pod ximiya. Lekin mana bir xillar aytadi-yu, mana truba gazniki sariq bo'ladi, pajarkaniki qizil. Bu universalmi? Universal truba. O'sha kecha ham agar dushanba kuni kelganingizda, как раз o'zi Geberitdan kelgan odam bor edi. O'sha ham master klassda ham shunaqa deb aytib o'tdi. No, lekin biz o'zimizni ishlatayotganimizda faqat mana shu rezinkasini almashtirasiz. Gazga yoki ximichskiy suvlarga bemalol ishlatib Yana bitta sizga savol beraman, qarang. Hozir siz mana uni yig'ib qo'yibsiz, ha? Как показательный шоуру. Bu stoyak ketsa, 4 ta 5 ta etaj. Buni shartmi izolyatsiya qilish yo kondensat oqmaydimi o'zi uje qalinligiga nisbatan? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, qarang, sovuq suvda kondensat bo'lishi mumkin, ehtimoli bor. За счет чего? За счет того, что betdagi bo'lgan alyuminni hisobiga, потому что ko'rgan bo'lsangiz, bizda alyumin juda bir qalin. Aytaylik, hozirgi 38 lik trubamizda 4 mm stankasi, bularnikida уже sekin kichkina ketaveradi. Lekin hammasi boyga aytgandek ekstrudli budun, litoy. Bundagida izolyatsiya qilganingiz ma'qulroq. Lekin teplovoy agar issiqlikni qaytarish hisobini anaqa so'rayotgan bo'lsangiz 33%. 33. Bu chiqarish xususiyati. Endi mana bu fittinglarga kelsak, hammasini, например, presslab, joy-joyiga qo'yib, buni havo bilan apressovka qilgani yaxshimi yo suv bilan apressovka qilgani yaxshimi? Endi bu sizni kelib chiqqan sharoitingizdan bog'liq. Bir xillar aytadi, havo berma, yorib yuboradi deydi. Men aytaman, havo bilan tekshirsang realniy bo'ladi deb. Chunki Pascal bilan kilopaskalda farqi bor. Xuddi shuni aytmoqchi edim endi. Meni опередили. No, betda odam, tushungan odam agar apressovka qilsa, suvda apressovka qilsa ham bo'ladi, havoda qilsa ham bo'ladi. Lekin men de odam havoda apressovka qilaman. Siz ham shundayda. Nimagaki? Chunki suvda apressovka qilsam, men unda penani olib kelib, bundoq sepib tekshira olmayman. Shunday. Penada sepsangiz, o'zingiz bilasiz, bundoq ko'pirib pishib ketib qoladi. Shunday. Misol uchun, bizda shunaqa holat bo'ladi, kimdir aytaylik apparatni olib keldida, sal qiyshuvroq o'xshab qoldi. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Pressovka qilib qo'ydida, misol uchun, press qilib qo'ydida,
u havo chiqaryapti. Bu degani siz uni peripressovka qila olmaysiz degani emas. Shunday. Siz buni xuddi oddiy o'zimizni boshqa anaqalarimizga o'xshab sal pastga tushirib turib yana presslab olsangiz bo'ladi. Ha, bu уже одноразовый fitting hisoblanmaydi. Da. Mana trubani hisobiga, Da, ha? da, O'zi shunaqa. fitting-ku bu. To'ppa-to'g'ri. Просто еще раз надо zajать, yo'liga tushadi. Да, только с другой вот, допустим, вот вас 45 buriladi. Да, 45 buriladi, bo'ldi, yana siqaverasiz. Ko'rdilaringizmi obunachilar? Mana u agar nirjaveyka bo'ladi-yu qolpog'i. Agar unda o'lsa bir marta, bo'ldi, уже zamin qilishga. Buni o'zini yana bir marta qilsa bo'ladi ekan. Keyin mana hozir mana siqdik buni уже ko'rdingiz-a? Da, da. Mana uni уже aylantira olmaysiz. Shunday. Kuchingiz yetmaydi aylantirishga. Gap yo'q. Sizga katta rahmat Muzaffar Sog' aka. bo'ling, Zafar. Tanishga, Zafar aka, sizda to'g'risi bor-ku, bundaqa ma'lumotlaringiz ko'pincha hamma ustaga, o'zini professional shtat qilgan odamlar ham bu narsaga ozgina havas bilan quloq solib qarasa, Inshaalloh. sizda yangi sistemalarni O'zbekistonimizda rivojlantiramiz. Rahmat. Yana bir marta rahmat.